Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar navbatdagi onkologiya darsini olib boramiz. Bugungi asosiy mavzuyimiz vena sistemasining dastlabki mavzusi, ya'ni yuqori kavak vena hamda bo'yin turg'i venalarga bag'ishlanadi. Do'stlar, mavzuni boshlashdan oldin bir qator sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Biz ijtimoiy tarmoqlar orqali aynan YouTube hamda Telegram kanallarimiz orqali faoliyatimizni yurityapmiz. Sizda qanday savol va takliflar bo'ladigan bo'lsa, aynan shu kanal orqali berishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi darsga qaytdik. Demak, vena cava superior, ya'ni yuqori kavak vena. Do'stlar, mavzuni boshlanishidan oldin bir qator sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Vena qon tomirlarini, arteriya qon tomirlarini boshlanish va tugash nuqtalari o'rtasida teskarilik bor. Ya'ni masalan, odatda tasavvur qiling, mana bu yurak deb oladigan bo'lsak, mana yerda deylik, chap qorincha turibdi, aortamiz aynan mana shu yerdan chiqdi. Mana shu aorta deylik, aorta desak, aortadan bilasiz, qon yurakdan aorta orqali tanamizga tarqaladi. Ya'ni mana shu yerdan boshlanadi, sekin-astalik bilan bu tomonga qarab turib harakat qiladi. Va shunda biz aortani boshlanish nuqtasini aynan mana bu yer uni boshlanish nuqtasi, tasavvur qiling, mana yerda tugaydigan bo'lsa, mana bu yer uni tugash nuqtasida qabul qilganmiz. Lekin venada shu narsa teskari bo'ladi. Ya'ni mana bu deylik o'ng bo'lmacha deydigan bo'lsak, o'ng bo'lmachaga mana yuqori kavak vena kelib quyilyapti. Bu orqali qon mana bu yerga kelib quyiladi. Biz vena mana bu yuqori kavak vena deydigan bo'lsak, ayni paytda vena qon sistemasi mana bu yeri boshlanish nuqtasi, mana bu yer esa tugash nuqtasi olamiz. Nima uchun? Aynan qon tomirlarining boshlanish va tugash nuqtalarini qon oqimiga qarab belgilaymiz. Qayerdan boshlansa qon oqimi, o'sha yer qon tomirida boshlanish nuqtasi, qayerda tugasa o'sha yer qon tomirida tugash nuqtasi deyiladi. Hozir ayni paytda vena qon tomirimizda qoni mana bu yerga kelib quyilyapti, ya'ni oxirgi nuqtasi mana bu. Mana bu yerdan boshlanyapti. O'shaning uchun biz boshlanish nuqtasini mana bu yer deb olamiz, tugash nuqtasini oxirgi yurak deb olamiz. Yurakdan chiqayotgan qon tomir mana bu yerdan boshlangani uchun arteriya qon tomirlarimizda buni aksi, ya'ni to'g'rog'i aorta va arteriyalarda qon tomir qon oqimiga to'g'ri yo'nalishda amalga oshadi, venada teskari. Tushuntirib oldimmi? O'shaning uchun ham venani o'rganayotganimizda biroz arteriyaga teskari holatga ketamiz. Kelishdik? Biz hozir mana bu yerdan boshlanish nuqtasi, bu yerda tugash nuqtasi deyotgan bo'lsak, endi bu yerda biz tugash nuqtasi, bu yerda boshlanish nuqtasi deb olamiz. Kelishdik? Demak, vena cava superior, yuqori kavak vena. Bu venamiz o'z-o'zidan nomiga muvofiq yuqoridan pastga qarab turib, aynan tanamizni yurakdan tebra joylashgan a'zolardan qonni olib keladi. Ya'ni gaz almashinuvi sodir bo'lgan qonni olib keladi. Yurakda esda bo'lsa, mana yerda o'ng bo'lmachasi bor. Aynan o'ng bo'lmachasi qonni olib keladi. Tushuntirib oldim? Asosiy vazifasi yurakdan tebra joylashgan a'zolardan qon olib kelish. Qaranglar, asosiy vazifasi. Shuningdek, yana pastdan ham bitta qon tomiri bor. Uni keyin aytib o'taman. Demak, asosiy vazifasi yurakdan tebra joylashgan organlardan qonlarni yig'ib olib kelish. Demak, endi bu qon tomir qayerdan boshlanadi? Ko'pchilik mana bu yerdan boshlanadi deydi. Yo'q. Bu uni tugash nuqtasi. Ya'ni yurakka kelayotgan qismi tugash nuqtasi. Mana bu yerdan boshlanadi. Mana boshlanish nuqtasi. Tushuntirib oldim? Yuqori kavak venamiz ayni paytda birinchi qo'rg'amizni to'shga birikish sohasida. Ya'ni o'ng tomonda to'shga birikish sohasida, kosta primani to'shga birikish sohasidan boshlanadi. Mana shu yerda ikkita qon tomir, mana bu yelka miya poyachasi yoki venasi, vena brachycephalika sinistra va vena brachycephalika dextralarda o'zaro qo'shilishidan ikkita qon tomir qo'shildi va mana shu yerda hosil bo'ldi vena cava superior. Mana shu yerdan bu yog'iga vena cava superior nomi asosida mana bu yergacha davom etadi. Bu yer qayer? Aynan o'ng bo'lmachamiz. Endi o'ng bo'lmachamiz esingizda bo'lsa, yurak anatomiyasini o'tgan paytimizda aynan 3-qo'rg'a ro'parasida joylashgandi. Esingizmi? Aynan 3-qo'rg'amiz, demak, to'shga birikish sohasida mana shu yerda esingizda bo'lsa, mana bu teshik bor. Yuqori kavak vena teshigi. Ostium vena cava superior. Tushuntirib oldim? Mana shu yerga borib turib, o'ng bo'lmachaga kelib, yuqori kavak vena qo'yiladi. Demak, yuqori kavak venaning boshlanish nuqtasi mana bu yer, tugash nuqtasi mana bu yer. Kelishdik? Demak, umumiy holati mana shu. Vena cava superior, mana shu kichkinagina joy vena cava superior nomini olgan. Vena cava superior demak ikkita vena brachycephalika sinistra va dextral o'zaro qo'shilishdan hosil bo'lgan yirik qon tomir va uning tugash nuqtasi yuraklarda qabul qilingan. Kelishdik? Endi bu qon tomirga o'zini qaysi qon tomiri qonni quyadi? Birinchi o'rinda hozirgina sanab o'tgan mana bu qon tomirlarimiz, ya'ni vena brachycephalika
sinistra, vena branxefalika, dextralar qonni qo'yadi. Birinchi eng yirik tarmoqlar. Mana shular qo'shilishdan hosil bo'ladi. Bundan tashqari e'tibor bering. Demak, bularda aytib o'tdik. Vena azigus degan qon tomir bor. Bu ayni paytda pastdan yuqoriga qarab yo'naladi. Vena azigus toq vena tarjima qilinadi. Toq. Shunchaki toq vena tarjima qilinadi. Kelsak, mana shu qon tomir ayni paytda pastdan qon diafragmamizni yuqorisidan boshlab turib, yurakgacha bo'lgan sohada aylanib ketib turib, orqa tomondan kelib quyiladi. Mana shu bitta tarmoqgina pastdan yuqoriga qarab quyiladi. Aynan vena cava superiorga mana shu qon tomirimiz bitta yagona qon tomir borib turib, mana shu yerga kelib quyiladi. Kelishdik? Endi vena gemi azigusni ham endi nisbatan yozib qo'ydim. Bu narsa asosan vena azigusga, mana bu gemi azigus, bunga alohida to'xtalamiz. Mana bu vena azigus, qarang. Mana bu vena azigus toq vena, gemi azigus, mana bunisi gemi azigus. Vena azigus orqali yurakka kelib qo'yiladi. Kelishdik? Vena azigus va vena intercostalis, birinchi qo'rg'alararo demak qon tomirimizni birinchisi kelib turib, to'g'ridan-to'g'ri mana shu vena cava superiorga o'z qonni beradi. Eslab qoling, birinchi qo'rg'alararo venamiz. Qolgani hammasi vena aziguslarga qonni beradi. Kelishdik? Ana endi demak bularni ko'rib chiqdik. Endi e'tibor bering. Mana bu narsani aytib o'tish esimdan chiqibdi. Demak, vena cava superiorda klapan bo'lmaydi. Bu nima degani? Odatda qon tomirlarimiz harakatlanishi uchun yoki bosim yoki klapan kerak. Endi arteriya qon tomirlarimizda yurakdan keluvchi qon bosimi yuqori bo'lgani uchun bularda unchalik klapanga hojat yo'q va qon bosimi asosida qon harakatlanadi. Lekin vena tizimimizda unaqa emas. Vena tizimimizga qarang, e'tibor bering. Mana bu yurak, dastlabki motor vazifasini bajaruvchi yurak, yurak deylik. Yurak. Bu yoqda deylik organ turibdi. Mana bu organ. Organ bo'lgandan keyin yurakda katta bosim hosil bo'ladi-da, borib turib organga kelib turib, arteriya qon tomiri yo'nalishida, demak qon keldi. Maytdagi bosim hisobiga yuqoridan pastga qarab turib sekin-asta keladi. Qarang, maytdagi bosim dastlab deylik 10 deymiz, sekin-asta mayda qon tomirlar bilasizki, organga yetib borgungacha sekin-asta maydalashib, arteriola va hokazo kapillarni hosil qiladi. Mana bu yerda to'g'rilanib turib, sekin-astalik bilan mana shu bosim asosida deylik mayda 2 bosimgacha aylanadi. Va shu yerda gazlar almashinuvi, kislorod va karbon almashinuvi sodir bo'ladi. Endi vena tizimimiz qanaqa bo'ladi? Vena tizimimiz mana shu yerdan boshlanib turib, sekin-asta mayda qon tomirlar, venalar sekin-asta yig'ilib turib, yirik venalar hosil qiladi. Endi bizda hozirgi paytda 2 bosim bilan biz yurakgacha olib borishimiz kerak. Buni qiyinchiligi nimada? Arteriya qon tomirlari tasavvur qiling, yurakdan joylashgan qon tomirlar oyoqda uchigacha qon olib bordi, bosim asosida olib bordi. Endi uni qaytarib olish kerak. Unga bosim, mana bu bosim yetmaydi. Tushuntirib oldim? Endi pastdan qon tomirida nima qilish uchun yuragimiz to'lqin qilib tortib oladi. Kelishik, yuqoridan pastdan yuqoriga qarab tortib oladi. Yuragimiz bilib oling, bir xil ishlamaydi, to'lqin bo'lib ishlaydi. Shu to'lqin bo'lib ishlagan paytda bitta so'radi, to'xtaydi. Bitta so'radi, to'xtaydi. Shu so'rgan paytda mana shu qonimiz ma'lum bir joyda turish uchun klapanlar kerak. Endi pastdagi qon tomirlarimiz, yirik vena qon tomirlarimizda klapan borki, qarang. Mana bu vena deydigan bo'lsak, mana yerda klapan bor, mana yerda klapan bor. Klapanlar bor. Yuragimiz maytdan so'rgan paytda, deylik maytda yuragimiz katta, deylik nasosga o'xshab turib so'rgan paytda ma'lum bir maytdagi qon tasavvur qiling, mana qonni oladigan bo'lsak, qonimiz bitta maytga chiqib oldi. Mayt turibdi. Yurak dam oldi, yana bitta so'rdi, mana qonimiz yana chiqib turib maytga to'xtab oladi. Klapanlar mana qonni orqaga qaytmasligini ta'minlab turadi. Tushuntirib oldim? Endi mana jumlaga qaytyapman. Vena cava superiorda klapanlar bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki qon yuqoridan pastga, asosan vena cava superior yurakdan teva joylashgan a'zolardan qon olib keladidik. Yuqoridan pastga qon harakatlanishi uchun klapanlar shart emas. Bosimda hisobiga, ya'ni yer tortish kuchi hisobiga o'zi shunday ham pastga shuni ham oqib keladi. O'sha hisobiga mana bu vena cava superiorda ayni paytda klapan bo'lmaydi. Kelishdik? Ana endi vena azigus hamda gemi aziguslar. Bular ham vena cava superiorga qon olib keluvchi, pastdan qon olib keluvchi tarmoq hisoblanadi. Asosiy biz mana bu vena azigusga e'tiborimizni qaratamiz. E'tibor bering do'stlar, qarang. Dastlab bitta narsa eslab o'tamiz.
Mana bu yurak deb olamiz. Yurak deb olsak, aortamiz mana bunday chiqdi. Ha, aortani yaxshilab esingizda bo'lsa, ko'tariluvchi qismi bor, yoy qismi bor va tushuvchi qismi bor. Ascendens, aorta, arkus to'g'rog'i va descens qismlari bor. Descens qismi mana davom etib kelyapmiz. Hech qanaqa uzilishsiz descens qismi diafragmaga nisbatan musculus phrenicus degan muskulimiz bor. Diafragmaga nisbatan mana bu qismi thorax deb aytiladi, mana bu qismi abdominalis deb aytiladi. Tushuntirdim? Ma'lum bir bo'shliqda, lekin qon tomir o'zgargani yo'q vaholanki. Faqat qayerda joylashganiga ko'ra ko'krak qismi va qorin qismida farqlanadi. Buni nimaga aytyapman? Mana vena azigus hamda gema aziguslar, bilib oling do'stlar, mayda diafragmada joylashgan. Mayda diafragma muskulimiz bor. Diafragma muskulidan oldin bu qon tomirlar vena lumbalis ascens nomi bilan davom etadi. Pastdan belda, demak, ko'tariluvchi venasi nomi asosida tevadan pastga qarab, pastdan tevaga qarab turib ko'tarilayotgan qon tomir diafragmadan o'tgandan keyin vena azigusi nomlanadi. Demak, hozir ayni paytda vena azigusi tom ma'noda deylik otasi vena lumbalis ascens. Tushuntirdim? Demak, o'ng tomondan ko'tarilayotgan qon tomir, uni vena lumbalis ascens dextramiz diafragmadan o'tgandan keyin vena azigus nomi asosida yurakgacha davom etadi. To'g'rog'i vena cava superioris davom etadi. Kelishdik? Demak, yana qarang. Vena azigusimiz o'ng tomonda joylashgan. Demak, vena azigusning otasi vena ascens lumbalis dextra. Dextramiz. Kelishdik? Gema azigus chap tomonda joylashgan. Mana o'ntqa pog'onasi oladigan bo'lsak, vena azigus o'ng tomonda joylashgan, vena gema azigus chap tomonda joylashgan. Vena azigusimiz vena lumbalis ascens dextradan hosil bo'ladi. Vena gema azigusimiz vena lumbalis ascens sinstradan hosil bo'ladi. Kelishdik? Diafragmadan o'tgandan keyin, demak, bunisi vena gema azigus, bunisi vena azigus nomi asosida aynan nimadan hosil bo'lyapti? Vena lumbalis ascens sinstra dextradan hosil bo'lyapti. Kelishdik? Umumiy holatda, demak, boshlanish nuqtasini biz 12-umurtqadan olib ketamiz. Nimaga? Chunki aynan diafragma shu sohada, deylik, ko'krak qafasida chegallab turadi belda. Bu shunaqa, demak, 12-ko'krak umurtqasidan boshlab turib, diafragmaning yuqori qismini biz ayni paytda vena azigus o'ng tomonda. Nimadan hosil bo'ladi? Vena lumbalis ascens dextradan hosil bo'ladi. Va yuqoriga qarab yo'nalib turib, vena cava superiorga aynan yurakka quyilish sohasida orqa tomondan kelib qo'shiladi. Bu sohani biz 3-ko'krak umurtqasi ro'parasida vena cava superiorga quyiladi deb aytamiz. Orqa tomondan hozir men rasmini ko'rsatsam, orqa tomondan mana menga nisbatan oladigan bo'lsak, mana vena cava superior desak, pastdan keladi-da, mana bunday qilib orqa tomondan kelib quyiladi. Yoy hosil qiladi mana shu yerda. Kelishdik? Hozir rasmini ko'rsatib qo'ya qo'yaylik mana. Vena azigus kelib turib, vena cava superiorga mana bunday qilib orqadan kelib qo'shiladi. Endi qarang do'stlar. Bu tarmog'imiz, hozir mana bularni o'chirib tashlaylik. Hop. Vena azigusga qaysi tarmoqlar kelib quyadi o'z qonini? Birinchi o'rinda mana qon tomirlariga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, menimcha fahmlayotgan bo'lsangiz kerak, ayni paytda bu qo'rg'alararo nerv. Nerv deyman, qo'rg'alararo, demak, venalarimiz. Qo'rg'alar orasidagi, demak, bular vena intercostalislar. Vena intercostalis qaysiki 2 dan boshlab turib 12 gacha, mayda 12 ham bor edi. 12 gacha bo'lgan qo'rg'alarimizni orqa venalar kelib turib vena azigusga qo'shiladi. Orqa venalar kelib turib vena azigusga qo'shiladi. Tushuntirdim? Vena intercostalis posterior kelib turib, aynan 2 dan boshlab turib 12 gacha. Nimaga 2 dan do'stlar? Nimaga? Chunki bundan oldingi slaydda aytdim, biri to'g'ridan-to'g'ri vena cava superiorda o'ziga kelib qo'yiladi. Tushuntirdim? Biri to'g'ri kelib o'ziga qo'shiladi. 2 dan boshlab turib mana 2 ni qarasangiz vena azigusga qo'yilyapti. 3 ham vena azigus, 4 ham vena azigus, 5, 6, 7 va hokazo 12 gacha bo'lgan qo'rg'alar orasidagi venalarimiz hammasi vena azigusga. O'ng tomondagi, e'tibor bering, o'ng tomondagi qo'rg'alararo venamiz kelib turib vena azigusga kelib qo'yiladi. Nechidan? 2 dan 12 gacha. Kelishdik? Yana nimalar qo'yiladi? Mana shu sohada joylashgan organlardagi o'ng tomon qismlari venalari kelib qo'yiladi. Bular qaysilar? Vena perikardiyatsiya, vena mediastinalis, ya'ni mediastinal bo'shliqdagi
Bronxialislar juda ham yaxshi bilasiz, bronxlari, esophagus, qizil o'ngachimiz esda bo'lsa ko'krak qismi bor edi. Ha, mana shular hamda vena phrenica superioris. Nimaga superioris? Chunki mayda diafragmamizni yuqorisidan boshlanib ketdi vena azicus. Pastki qismlari vena lumbalisga qo'yilsa, yuqori qismlari vena azicusga yoki gema azicusga kelib qo'yiladi. Shuningdek, vena azicusimizning yirik tarmoqlaridan bittasi, qarang, e'tibor bering. Vena gema azicus kelib turib, kimga qo'shilyapti? Vena azicusga qo'shilyapti. Shu orqali borib turib vena cava superiorga qo'shiladi. Demak, yirik tarmoqlardan yana bittasi ayni paytda vena azicusga qo'shiluvchi eng yirik tarmoqlardan bittasi vena gema azicus. Kelib turib, mana unday kelib turib qo'shiladi. Hozir yana aytib ketaman. Demak, keyingi tarmog'imiz vena gema azicus. Yarim toq vena tarjima qilinadi. Shunchaki yarim toq vena. Boshlanish nuqtasi bu bilan bir xilda, ya'ni 12-ko'krak umurtqamizni aynan ro'parasidan boshlanadi. Qaysi tomondan? Chap tomondan. Chap tomondan. Nimaga? Chunki o'ng tomonda vena azicus turibdi, chap tomonda gema azicus turadi. Keyin ayni paytda qarang, nimadan hosil bo'lyapti? Vena lumbalis ascendens sinsiradan hosil bo'lyapti. Azicusimiz dextradan, gema azicus sinsiradan hosil bo'ladi. Va bu narsa 9-ko'krak umurtqasi ro'parasiga kelganda, mana e'tibor bering. 9-ko'krak umurtqasi ro'parasiga kelganda vena azicusga qo'shilib oladi. Tushuntir oldim? Yoki ba'zi adabiyotlarda shunaqa jumla bor, bu qarang, yana bitta qon tomiri bor, qarang. Vena gema azicus accessorius, ya'ni qo'shimcha yarim toq vena ham bor. Bu yuqoridagi qo'rg'alardan qonni olib kelib turib, bu ham borib turib vena azicusga qo'shilib oladi. Va bular bir-biri bilan mana bunday o'zaro bog'lanishdan hosil bo'ladi. Kelishdik? Endi vena gema azicusga qaysi qon tomirlar o'z qonni quyadi? Birinchi o'rinda yana qo'rg'alar aro mana venalarimiz. Faqat vena gema azicusga asosan 9 dan boshlab turib 12 gacha bo'lgan qo'rg'alarimizda qon tomirlar bevosita quyiladi. Shuningdek qarang. Vena gema azicus accessoriusga 5 dan boshlab turib 8 gacha bo'lgan qo'rg'alarimizda qon tomirlari mana bunday qo'shilib turib, vena azicusga qo'shilib ketadi. Endi savol tug'iladi, qolganlari-chi? Qolganlari qarang. Qolganlari 1 dan boshlab 4 gacha bo'lgan qo'rg'alarimizda qon tomirlari vena brachycephalica sinsiraga bevosita quyiladi. Vena cava superiorga emas, vena brachycephalica sinsiraga to'g'ri mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bunday qilib kelib quyiladi. Tushuntira oldim? Demak, gema azicusga asosan 5 dan boshlab turib 12 gacha bo'lgan qon tomirlarimiz, qo'rg'alar aro qon tomirlarimiz kelib turib, o'z qonni quyadi. Xo'p. Qolgan qismlari deyarli mana bu azicus bilan bir xilda, ya'ni mana shu ko'krak bo'shlig'ida qaysi a'zolar joylashgan bo'lsa, shu a'zolarimizni demak vena pericardialis, mediastinus, bronchialis, esophagus hamda phrenica superiorlar kelib turib, o'z qonini quyadi. Kelishdik? Mana shu gema azicus. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu azicus, mana diafragmani oladigan bo'lsak, mana shu diafragmani oladigan bo'lsak, vena azicusda otasi, ya'ni maytda vena lumbalis ascendens dextra, vena gema azicusda otasi vena lumbalis ascendens sinistra bo'ladi. Mana shunday diafragmadan o'tgandan keyin vena azicus nomini oladi, vena gema azicus nomini oladi. Vena azicusimiz to'g'ridan-to'g'ri borib turib, vena cava superiorga quyiladi. Vena gema azicusimiz 9-qo'rg'a ro'parasi yoki umurtqa ro'parasida vena azicusga qo'shilib oladi. Shuningdek, maytda gema azicusimiz accessoriusi ham bor. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, accessoriusi ham kelib turib, bu yoqqa qo'shilib, keyin vena azicusga quyiladi. U orqali vena cava superiorga bog'lanadi. Tushuntir oldim? Xo'p. Buni aytib o'tdik. Ana endi vena intercostalis anterior hamda posteriorlar. Qarang do'stlar. Qo'rg'amizni oladigan bo'lsak, qo'rg'a ko'krak qafasini tasavvur qiling. Ko'krak qafasini oladigan bo'lsak, bu qon tomirlar asosan endi boshlanish nuqtasi qo'rg'amiz yon tomondan boshlanadi. Ma'lum birlar old tomonga qarab ketadi, ya'ni to'sh tomonimizga qarab ketadi, ma'lum birlar orqa tomonga qarab ketadi. Endi to'sh tomondagimiz, ya'ni oldinga qarab kelayotgan qon tomirlarini vena intercostalis anterior deymiz va ular qarang. Vena intercostalis anteriorlarimiz maytda vena thoraxga internadigan qon tomiri bor. Mana shu qon tomiriga kelib turib, o'z qonni quyadi. Kelishdik? Yoki yana bitta qon tomirimiz bor, vena musculophrenikum degan shunaqa qon tomirimiz shularga kelib qo'yadi. Umumiy holatda demak, vena intercostalis anteriorlarimiz asosan demak ikki qismga bo'lindi. Qayerga quyilishiga ko'ra
yuqori 9-10 ta qo'rg'amiz old tomondan kelib turib, vena toraksga internaga quyiladi. Mana bu men aytib o'tgan vena toraksga internaga quyiladi. Va u orqali sekin-asta yo'nalib turib, brachiocephalikusga quyiladi. Brachiocephalikusga. Endi pastki 2-3 ta qo'rg'amizni qon tomirlari vena musculofrenikumga kelib quyiladi. Kelishdik? Orqa tomonlarchi mana ko'krak qafasi bo'ladigan bo'lsa, qo'rg'amiz bo'ladigan bo'lsa, yon tomondan boshlangan qon tomirlar orqa tomonga qarab, umurtqa pog'onasi tomonga qarab harakatlanadi. Va bular asosan ikkita. Ya'ni mana qo'rg'ada oladigan bo'lsa, qo'rg'a usti va qo'rg'a ostida qon tomirlarga bo'linadi. Bular o'zaro kelib turib, o'zaro qo'shiladi, vena intercossalis posterior nomini oladi. Tushuntirib oldim? Demak, orqa tomondagi qon tomirlarimiz asosan vena subcostalis va vena intercossalis superior. Mana qo'rg'ada oladigan bo'lsak, qo'rg'amiz ustida joylashgan vena intercossalis superior va qo'rg'amiz ostida joylashgan vena subcostalislarga bo'linadi. Bular o'zaro kelib qo'shiladi-da, mana bunday qilib kelib qo'shilib turib, vena intercossalis posteriorni hosil qiladi. Va bu borib turib, haligida aytganimiz o'ng tomondagisi azigusga quyiladi, chap tomondagisi gemiazigusga quyiladi. Tushuntirib oldim? Mana yana ko'rishimiz mumkin, vena intercossalis thorax mana bu buni ko'rib turgan bo'lsangiz, brachiocephalikus mana bu qon tomirimiz, mana bu thorax internamiz mana borib turib, nimaga quyiladi? Brachiocephalikusga quyiladi. Oldingi mana qo'rg'alarimiz oldida joylashgan qon tomirlar shunga quyiladi. Orqa tomondagilari esa azigus hamda gemiaziguslarga o'z qonini quyadi. Arteria vertebralis bu endi men kichikroq qism aytib o'tyapman, ma'lum qismlarni aytib o'tib ketyapman. Aynan bo'yin qismiga alohida to'xtalamiz. Umurtqa pog'onasining kanalining ichida joylashgan qon tomirlarimiz chigallar hosil qiladi. Vena chigallarni hosil qiladi. Mayda chigallarni hosil qiladi. Mana shu chigallarimizni biz plexus deymiz. Endi biroz sxematik tushuntiraman, qarang. Tasavvur qiling, mana bu kanal. Orqa miya kanalimiz. Canalus vertebralis. Shunga nisbatan plexuslarimiz qarang. Mana undek plexus, tasavvur qiling, mana shu plexus. Mana bu anterior tomon, bu posterior tomon. Tashqi oldingi bu va mana bunday oladigan bo'lsak, ichki oldingi. Endi keyingisini ko'rsatyapman, demak bu 1 raqami, bu 2 raqami. Mana uni mendan oldin nomlashga harakat qiling. Demak, bu ichki orqa, bu tashqi orqa. Nomlanishi, qarang. Plexus venosus externus anterior. Tashqi oldingi, demak, vena, umurtqa venasi. Bunisi xuddi shuni plexus venosus internus anterior. Oldingi ichki vena chigala. Tushuntirib oldim? Bunisi qanday nomlanishi mumkin? Plexus venosus internus posterior, ya'ni orqa ichkaringi vena chigala, bunisi esa tashqi, ya'ni plexus venosus externus posterior nomi asosida mana shu umurtqa pog'onamiz, ya'ni orqa miyamizni vena qon tomirlarini o'ziga oladi. Tushuntirib oldim? Asosiy narsa mana shu yerda. Demak, bular borib turib qayerlarga quyiladi? Ma'lum bir sohalar, masalan, ko'krak qismidagilari asosan vena intercostalislarga, posteriorlarga quyiladi. Bel qismida vena lumbalislarga quyiladi. Dumbaza qismlari esa vena sacralis lateralislarga borib turib o'z qonini quyadi. Kelishdik? Ana endi vena brachiocephalikus. Demak, vena cava superior haqida umumiy ma'lumotlar mana shular. Endi biz mana bu tarmoqqa o'tyapmiz. Vena brachiocephalikus dextra, vena brachiocephalica sinistra. Bu ham juda ham kalta qon tomirlar, unaqangi uzun emas. Bular ham demak boshlanish sohasi mana bu yer. Mana boshlanish sohasi. Ikkita tarmoqni qo'shilish sohasi bo'ladi. Bu tarmoqlarimiz vena jugularis interna va vena subclavia. O'ng tomondagi dextra, chap tomondagi sinistra. Ya'ni mana uni olayotgan bo'lsak, mana uning nomi vena brachiocephalica dextra. Ular nimani qo'shilishdan hosil bo'lyapti desam, vena subclavia dextra va vena jugularis interna dextra qo'shilishdan hosil bo'lyapti. Bu qon tomirimiz nomi vena brachiocephalica sinistra. Bu nimani qo'shilishdan hosil bo'lyapti desak, vena jugularis interna sinistra bilan vena subclavia sinistra qo'shilishdan hosil bo'ladi. Bu yerda ham yozib qo'ygan bo'lsam kerak. Demak, vena subclavia va vena jugularis interna qo'shilishdan hosil bo'ladi.
Dekstralar vena braxsefalika dekstrani hosladi, sinstralarni hosladi. Shu xolos, unaqangi qiyin emas. Demak, boshlanish nuqtasi aynan mana shu sohada olasiz. Tugash nuqtasi mana bu yer. Vena cava superior ular tugash nuqtasi. Ular qo'shildi vena cava superiorga aylanadi. Tushunib oldim? Endi bu yerga qaysi qon tomiri o'z qonini beradi? Mana shu sohagacha qaysi organlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu sohadagi demak qon tomirlar mana shunga kelib qo'yiladi. Qanaqa qon tomirlar bor? Rami timus, ya'ni esda bo'lsa timus degan arismon bezimiz bor. Mana shu arismon bezining ma'lum bir qismlari qon tomirlar mana shu vena braxsefalisga qo'yiladi. Yoki mediastinum qismlarimiz, chunki mediastinal qism anchagina katta bo'lim, kerak bo'lsa vena cava superior, kerak bo'lsa bularga to'g'ridan to'g'ri o'z qonini beradi. Vena mediastinalis, vena pericardialis, esophagealis, bronchialis, trachealis, undan keyin tiroidea inferior degan maytda qalqonsimon bezimiz bo'ladigan bo'lsa, mana qarang. Qalqonsimon bezimiz bo'ladigan bo'lsa yoki qalqonsimon tog'ayimiz bo'ladigan bo'lsa, shuni pastki venalari kelib turib, mana shularga qonni beradi. Pastki. Yuqoridagini bundan keyingi slaydlarda ko'ramiz. Tushunib oldim? Vena tiroidea inferior, vena cervicalis profunda degan chuqur venalar bor. Bo'yini chuqur venalari, hozir ularni rasmda ko'rsatib ketaman. Vena vertebralis, yon tomondagi vertebralimiz, shunday laringea inferior, xuddi shunday tasavvur qilyapsiz, mana laringeaga e'tibor beradigan bo'lsak, buni pastki venalarimiz demak kelib qo'yiladi va vena thoraxga internamiz. Esa o'zi ko'krak ichki arteriyamiz bordi. Mana shu qo'rg'a sohasidan oldingi tomonda yo'naladi, to'g'ri mana shunday kelib qo'yiladi. Tushunib oldim? Endi ularni ba'zi birlarini ko'rib ketamiz. Demak, yana aytib o'tyapman, vena braxsefalika dextra, vena braxsefalika sinstra. Bu nimani qo'shishdan hosil bo'ladi? Vena subclavia dextra, vena jugularis interna dextra. Bunisi vena subclavia sinstra, vena jugularis interna sinstra qo'shilishdan hosil bo'ladi. Bular qayerda tugadi? Vena cava superiorda tugadi. Vena cava superior tugadi. Xo'p, bunga demak qanaqa qon tomirlar? Mana qon tomirini qarang. Vena tiroidea inferior. Yoki ko'radigan bo'lsangiz, mana bu yerdagi qon tomirimiz, mana bu qon tomirimiz vena thoraxga internamiz. Xo'p. Ana endi vena jugularis interna hamda eksterna haqida gaplashamiz. Dastlab eksterna haqida gaplashing. Qarang. Eksterna o'zi qayerdan hosil bo'ladi? Ko'pchilik aytishi mumkin alohida qon tomir. Yo'q. Bu mana bu qon tomirimiz vena jugularis interna. Nima uchun interna deyiladi? Chunki bu borib turib oxir oqibat miyamizning ichiga kirib ketadi, boshimizning ichiga kirib ketadi. Shuni hisoblagan bu interna. Eksterna esa tashqi bosh sohamizning tashqi yuzasini qonlarni o'ziga oladi. Tushunib oldim? Va bu mana bu qon tomir mana. Mana bu qon tomir umumiy nomi vena subclavia. Subclavia. Demak, vena jugularis eksternamiz vena subclaviani tarmog'i hisoblanadi. Tushunib oldim? Vena subclaviani tarmog'i hisoblanadi. O'ngga va chapi bor. Demak, bu borib turib, asosan bo'yin va yuz sohalarimizni tashqarisidan o'z qonlarini demak yig'ib keladi. Xo'p, endi vena jugularis eksterna haqida gaplashamiz. Boshlanish nuqtasi bosh sohamizning tashqi yuzalari. Bosh sohamiz tashqi yuzalari, yuz sohamiz tashqi yuzalari kelib turib boshlanadi. Va tugash nuqtasi hali aytib o'tgandek, vena subclaviada tugaydi. Endi bu tarmog'imiz qanaqangi qon tomirlarini o'z ichiga oladi? Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, quloq orqa venasi, vena auricularis posterioris. Birinchi tarmoqlardan bittasi. Yoki mana bu ensa sohamiz. Ensa sohamizda vena occipitalislar. Tushunib oldim? Vena occipitalislar, shuningdek vena subscapularislarimiz, ya'ni kurak usti venalarimiz, shuningdek bo'ynimizda ko'ndalang venalar bor, vena transversa cervicalis va vena jugularis anterior degan shunaqa qon tomirlarimiz bor. Hozir ularni ko'rsataman. Demak, bu yerda demak occipitalislarimiz, mana e'tibor bering, mana bu eksternamiz. Eksternamiz, mana bunisi esa mana ko'rib turgan bo'lsangiz, vena jugularis anterior, old tomonga qarab yo'naladi. Va qarama-qarshi tomondagilar o'zaro anastomoz hosil qiladi. Tushunib oldim? Xo'p, demak, eksterna haqidagi umumiy ma'lumot shu edi. Endi interna. Internamiz nomiga muvofiq e'tibor berib turganmiz, mana bu interna. Yashil rangda esa interna. Kelyapti, mayta foramen jugularis degan teshigi bor. Buni siz ensa suyagi bilan chakka suyagini o'tganingizni eshitgansiz. Ensa suyagida insura jugularis, chakka suyagida ham insura jugularis qo'shilib turib foramen jugularisni hosil qiladi. Mana shu foramen jugularisdan nima chiqardi? O'sha payt astrologiya so'ralganda vena cava superior chiqardi.
Mana shu yer uni boshlanish nuqtasi. Vena cava super vena yugularis internani boshlanish sohasi mana shu yer. Tugash nuqtasi, mayda esida bo'lsa, vena brachiocephalicus degan qon tomirimiz bor. Mana shu yer uni tugash nuqtasi. Undan u yog'iga mana bu yerda boshimizdagi qon tomirlar boshlanadi. Kelsak, endi demak bu tarmog'imiz o'z ichida ikkita qismga bo'linadi. Ya'ni bosh ichki qismlari, bosh miya ichki va bosh miyadan tashqarida bo'lgan qismlari. Xo'p, endi qanaqangi tarmoqlar? Bosh ichki venalari, mana bu umumiy holatdagi venalarni men hozir yuzaki tushuntiraman. Bundan keyingi darsimizda biz ichki venalar haqida gaplashamiz. Sinuslar degan narsalar bor, uni bir qator gaplashamiz. Demak, sinus dura matrix, ya'ni qattiq pardalarimiz hosil qilgan sinuslar, vena oftalmika, siz bilib turgan bo'lsangiz, ko'zda joylashgan demak venalar, vena labialislar, labirintislar, qulog'imiz ichki sohasida joylashgan, vena diploika degan shunaqa qon tomirlarimiz bor. Aynan suyaklarimizning yuza qismlarida joylashgan, mana bunday qon tomiri bo'ladigan bo'lsa, hammasi ikkiga bo'linadi. Mana bunday borib turib, mana shunday ikkiga bo'linib ketaveradi. Mana shularda biz vena diploika deymiz. Aynan mana shular vena cerebri, ya'ni miya venalarimiz hammasi kelib turib, qo'shilib turib vena yugularis internani hosil qiladi. Bu bosh ichki qismi. Endi boshdan tashqari joylashgan qismlar qanaqangi? Vena tireoideus superior. Esda bo'lsa, mana yerda qalqonsimon deylik nimamiz bor, bezimiz yoki tog'ayimiz bor. Mana shuni yuqorisidan qonlar kelib turib, vena yugularis internaga o'zini qoni qo'yadi. Esda bo'lsa, pastgisi ham bor edi. Bundan oldingi videomiz biroz orqaga qaytasiz ko'rib olasiz. Mana bu tireoideus superior bor, tireoideus inferior. Inferior boshqa tomonga qonni qo'yadi, superior boshqa tomonga qonni qo'yadi. Keyingisi vena facialis. Bu ham katta vena, hozir alohida to'xtalaman. Yuz venalari, bularni hozir ko'rib ketamiz. Vena palatina externa va vena retramandibularis degan shunaqangi tarmoqlar bor. Ularni bitta-bitta ko'rib ketamiz. Demak, mana bu vena yugularis internamiz mana. Bu yog'i boshiga kirib ketdi. Mana ular sinus dura matrix. Endi mana bunisi esa mana ko'rib turgan bo'lsangiz, qayerga ketyapti? Yuz sohasiga ketyapti. Demak, bu vena facialis. Tushundira oldim? Yana bitta mayda qalqonsimon bezimiz bor. Shuni yuqorisidan, demak, yuqori qismidan qon ketadi. Vena tireoideus superior. Pastgisi past tomonga qarab ketadi, esda bo'lsa. Mana bu facialisga alohida to'xtalaman. Qarang. Demak, vena facialis. Yuz sohamizda venalarni hammasini yig'ib turib, vena yugularis internaga kelib quyiladigan yirik tarmoq. Bu tarmoq bir nechta kichik-kichik tarmoqlarga qo'shilishdan hosil bo'lgan. Qanaqa tarmoqlar? Esda bo'lsa, ko'zimiz yuqori sohasida, media va lateral sohalarda asosan vena supratraxealis va vena supraorbitalis degan tarmoqlar bor, venalarimiz. Undan tashqari, demak, supratraxealis, supraorbitalis. Esda bo'lsa, arteriyadan o'tgan paytimizda mana bunda uchburchaklik bor edi. Mana shunday uchburchaklar bor edi. Shu uchburchakni biz arteriya angularis dedik. Venada ham xuddi shunaqa narsa bor. Vena angularis, uchburchakli mana. Mana bunda uchburchak. Nari tomondan tasavvur qilganmiz, mana bunda uchburchaklar hosil bo'ladi. Vena angularislar, shuningdek palpebralis superior, qovoqlarimiz yuqori va qovoqlarimizni pastki venalari, shuningdek vena nasalis externa, ya'ni burnimizning tashqi venalari, vena labialis, ya'ni labimiz yuqori va labimiz pastki venalari hammasi yig'iladi. Shuningdek rami parotid, ya'ni quloq oldi bezimiz bor. Mana shundan ma'lum bir tarmoqchalar bor, shularni ham yig'adi. Vena submentalis, ya'ni iyak osti venamiz bor. Mana bu yerda iyak osti mana. Mana ko'ring, mana shu yerda burchakdan keladi. Vena submentalis degan. Vena palatina asosan eksternasi keladi. Vena profunda facialis degan shunaqangi chuqur venasi bor, uni ham ko'ramiz va oxiri til venasi. Vena lingualislarimiz hammasi kelib qo'shilib turib, vena yugularis internaga o'z qonni qo'yadi. Mana ko'rsatyapman, demak, viola traxealis, supraorbitalis, mana bu angularis ko'rib turgan bo'lsangiz, mana hali men sizga aytgan yuzda chuqur venasi, vena facialis profunda bu borib turib, ichki venalar bilan mana bu yerda chigallar hosil qiladi. Plexuslar hosil qiladi mana shu yerda. Tushuntirdimmi? Bunga alohida to'xtalib ketamiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, facialis mana. Facialis ketdi. Mana yerda submandibularis, mana yerda sublingualis degan tarmoqchalarni beradi. Ya'ni til osti tarmoqchalarni beradi. Mana sublingualis mana. Mana lingualislar mana. Mana yerda tilimizning ichki sohasiga kirib ketadi. Retramandibularis, demak, vena retramandibularis mana bu tarmoq. Bu tarmog'imiz asosan bosh sohamizni
o'rta yuzasi va oldingi yuzasidan qon tomirlarini yig'ib olib keladi. Va vena yugulasi eksternaga kelib qo'yadi. Biroz internet ichida qolib ketib qoldi, eksternaga kelib turib qo'yadi. Mana bu sohalardan demak qonlarni olib keladi. Mana shu sohalardan qonlarni olib keladida, retrobandulars nomini olib turib, keyin vena yugulasi eksternaga kelib qo'yiladi. Demak, bunga qanaqangi tarmoqlar kelib qo'yadi? Vena temporalis superficialis, ya'ni chakka sohamizni yuzaki, o'rta venalari, yuzaki o'rta venalari kelib turib o'zini qonib qo'yadi. Shuningdek, shunaqangi bitta kichkinagina tarmoqchasi bor, ko'ndalang yuz venasi, vena transversa fascia. Va nihoyat vena maxillaris, ya'ni yuqori jag'imiz venasi kelib turib, aynan retromandibular degan venaga o'zini qonni qo'yadi. Bu esa borib turib, vena yugularis eksternaga o'z qonini qo'yadi. Endi do'stlar, demak mana shu yer hozirchalik umumiy ma'lumotlar. Endi men sizga sxematik usulda tushuntirib beraman. Bugungilik asosiy mavzuyimiz. Bugungilik asosiy mavzu mana shu yergacha men tushuntirib bo'ldim deyarli. Buni endi sxematik tarzda ko'rib ketamiz. Sizga katta ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Hozir videoni oxirida ko'ra olasiz, juda ham oson. Demak, vena cava superior. Esda bo'lsa, boshlanish nuqtasini esda bo'lsa, costa primamizni dextra qismida aynan toshka birikish sohasida deb oldik. Bunisi esa ostium vena cava superior, ya'ni yuragimizda aynan o'ng bo'lmachasida shunaqangi teshik bor, ostium vena cava superior nomlangan. Shu yerdan demak tugardi. Tugash nuqtasi, boshlanish nuqtasi. Buni bildik. Endi vena cava superior ikkita tarmoqda. Vena brachycephalicus dextra va vena brachycephalicus sinistralni qo'shishdan hosil bo'ladi dedik. Mana shu yerdan boshlandi, mana yerda tugadi. Vena brachycephalicus dextra va sinistral u xuddi shunaqa vena yugularis interna dextra, vena yugularis vena subclavia dextra qo'shishdan hosil bo'ldi. Bu yoqdagilar hammasi demak xuddi shu jumlalarda sinistras mana. Dextra sinistra. Bunisi dextra, bunisi sinistra. Tushuntirdim bir xilda. Demak, vena brachycephalicus dextra nimani qo'shishdan hosil bo'ladi so'rasam, vena yugularis interna dextra va vena subclavia dextra. Vena brachycephalicus sinistra nimani qo'shishdan hosil bo'ladi so'rasa, demak vena yugularis interna sinistra va vena subclavia sinistra qo'shishdan hosil bo'ladi. Tushuntirdim? Endi esda bo'lsa, vena cava superior asosan yuragimizda teva joylashgan organlardan qon olib kelyapti deb aytdim. Lekin bittagina tarmog'i vena azigus degan qon tomirimiz bor. Toq vena. Mana shu toq venamizgina pastdan yuqoriga qarab turib, yo'nalib turib qo'yadi. Va bunda hali ma'lumot o'rnida aytish esimdan chiqibdi, bunda klapanlar bor. Haligini aytdim-ku, pastdan yuqoriga ko'tarish uchun klapan darkor. Klapan shart. Demak, bunda klapanlar bor. Endi ko'ryapmiz. Demak, vena azigusga asosan qo'rg'alar aro venalarimiz orqa intercostalis posteriorlarimizni venalari qaysiki 2 dan boshlab turib 12 gacha. Nima uchun? Chunki biri to'g'ridan to'g'ri borib turib, vena cava superiorga to'g'ridan to'g'ri kelib qo'yiladi. Endi demak, vena intercostalis posteriorlarimiz dextralari. Dextrasi nima uchun? Chunki uni sinistrasi gemiazigusga qo'yiladi. Gemiazigusimiz vena gemiazigusimiz esda bo'lsa, asosan 5 dan boshlab turib 12 gacha bo'lgan qo'rg'alarimizni o'zini. Shuningdek, demak, uni gemiazigusda aksessorius tarmog'i ham bor. Qo'shimcha tarmog'i ham bo'ladi. Vena gemiazigus aksessoriylarimiz. Umumiy holatda yuqori, bu hammasi bizning sistemamiz yuqori qismi. Tushuntirdim? Aynan. Endi nimaga nisbatan oldik bu? Mana bu diafragmamiz. Musculus phrenicum. Mana shunga nisbatan demak oldik. Endi qarang do'stlar, e'tibor bering. Mana bu azigusimiz nimani qo'shishdan hosil bo'ladi so'raganda, siz aytasiz vena lumbas ascendens dextrani. Mana bu vena lumbas ascendens dextramiz. Gemiazigusimiz vena lumbas ascendens sinistrani qo'shishdan hosil bo'ladi yoki diafragmamizdan o'tishdan hosil bo'luvchi vena hisoblanadi. Kelishdik? Endi bu venamiz vena cava inferior, bu boshqa sistema. Buni ham birato'la aytib ketaveraman, chunki keyingi darslarda men foydalanaman. Demak, vena cava superior inferiorimizdan ikkita tarmoqni qo'shishdan hosil bo'ladi. Qaysiki? Vena iliaca communis dextra va vena iliaca communis sinistra qo'shishdan hosil bo'ladi. Ikkita tarmoqni qo'shishdan hosil bo'ldi. Xuddi yuqori cava venaga o'xshab turib, mana ikkita tarmoq qo'shishdan hosil. Bu ham xuddi shunaqangi ikkita tarmoqni qo'shishdan hosil bo'ladi. Bular ham mana unga o'xshab turib, ikkita tarmoqni qo'shishdan hosil bo'lgan. Qaysiki? Demak, tarmog'imiz vena iliaca externa dextra, bu ham xuddi shunaqa, faqat sinistrasi bo'ladi va vena iliaca interna dextra qo'shishdan hosil bo'ladi. Vena iliaca interna dextra va xuddi shunaqa, bu ham vena iliaca interna sinistralarni qo'shishdan
hosil bo'ladi. Va ular mana bu nimamiz bor, boylamimiz bor. Chov boylami, ligamentum inguinalis nominadi. Mana shundan o'tgandan keyin vena femoralis nomi asosida pastga qarab tushib ketadi. Mana shu umumiy holatda bizni vena tizimimiz, umumiy sxematik ko'rinishi. Biz keyingi darslarda albatta foydalanamiz. Demak, bugun sizga o'tib bermoqchi bo'lgan umumiy ma'lumotlar shulardan iboratda. Ma'lumotlarning foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. E'tiboringiz uchun rahmat kattagan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Medical Plan jamoasida super yangilik. Ana endi sizda anatomiyani mukammal o'rganish imkoniyati tug'ildi va eng muhimi siz xohlagan va istalgan vaqtda, ya'ni self-study tarzda o'rganish imkoniyati tug'ildi. Buning uchun nima qilish kerak? Demak, anatomiyal ma'lum bir bo'limlarni tanlaysiz. Dedik, sizga kimgadir miyologiya kerak, kimgadir sinoxologiya bo'limi qiziqroq. Mana shu bo'limda tanlaganingizdan keyin sizga yopiq guruh uchun link beriladi. Aynan bu yopiq guruhimizda nimalar bor? Mavzu yuzasidan video darslar, ketma-ketlik asosida mavzulashtirilgan video darslar, ularning slaydlari, shu mavzu yuzasidan quiz testlar va albatta xotirangizda uzoq vaqt qolish uchun klinik holatlar tashlab beriladi. Endi buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun Telegram ijtimoiy tarmoqlar orqali meni profilimga bog'lanasiz va bo'limlar bo'yicha ma'lum bir to'lovda amalga oshirganingizdan keyin men sizni mana shu guruhga qo'shib qo'yaman va siz bizning umrbodli talabamizga aylanasiz. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat kattagan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.